o'rin tartibi bo'yicha cho'ng kichiklik bo'yicha tizildi. Masalan, maktabda bir redkit tizmoqchi bo'lsa, eng boshqa pakani eng oqisiga eng egizini tizdi-ku. Shundaq red tartibi bo'yicha tizdi. Demak, mushu harflarningmi, mushu xarakterlarningmi shundaq cho'ng kichiklik tartibi bo'ladi. Bunda bo'lsa biz cho'ng kichiklik tartibini selishtirib boqaylik. Print ya'ni eng boshda biz cho'ng A ni yozib boqaylik. Cho'ng A cho'ng B'den deydi. Chunki cho'ng A oldida keldi, shundami? Oldida kelgan kim biz A ni cho'ng bo'lishi mumkin deb qaradik. Bunda bo'lsa programni qo'zg'atib boqay. Agar mush programmadagi mush ifodam rost bo'lsa, ya'ni A rostli B'dan cho'ng bo'lsa, menga rost degan ingliz uchurini chiqarish kerak. Agar A B'dan kichik bo'lib qolib qolsa, yolg'on degan uchurini chiqarish kerak. Bosdim. Nima deydi? Yolg'on deydi. Demak, A harfi B harfidan hargiz cho'ng emas ekan. Shundami? Endi men ma cho'nglik belgisini o'zgartirib boqay. Programni qo'zg'atdim. Mana biz boqay-a? Endi nima deydi? Rost deydi. Demak, zodi A cho'ng A'dan cho'ng yozilishki B harfi xarakter jihati, o'rin tartibi jihati silishtirsak cho'ng bo'ladi ekan. Mana tushundingiz-a? Mush tartibli ko'rilish bo'ladi. Mushu cho'ng kichiklikni silishtirish tartibidan. Demak, A'dan boshlab zidqichi bo'lgan mushu cho'ng A'dan cho'ng zidqichi bo'lgan harf belgilariningki eng cho'ngi nima ekan? Cho'ng zid. Ya'ni ingliz tilininki mushu inglizcha harflarning cho'ng kichiklik bo'yicha silishtirildi. Agar men mayani z qilib qo'ysam, albatta z B'dan kichik desam xatolik chiqadi. Chunki z hammadan cho'ng. Cho'ng yozilishki z cho'ng harflarning ichida hammadan cho'ng bo'ladi. Unda bo'lsa, men eng kichik A bilan sondan birini selishtirib boqay. Masalan, 9 yoki 0 degandek, a? 0 ni selishtirib boqay. 0 cho'ng A'dan deb boqay. Desam, rostmi, yolg'onmi? Yolg'on. Demak, sonlar har qanday vaqtda eng kichik o'rinda turadi. Ya'ni xarakter tizimida yoki xarakterning silishtirmasida. Ham shundan ko'ra olish bo'ladiki, 0 eng kichik sonlarning ichida 9 eng cho'ng bo'ladi. Masalan, buni selishtirib boqaylik. Men agar 0 ni yozdim, a? Yoki 9 ni yozdim. Hozir 0 9 dan cho'ng deb qo'ydim. Hozir degan gapimiz bo'yicha bu rost degan qiyomatni chiqarib berish kerak, shundaymi? Rostmi ekan? Demak, 0 dan 1 cho'ng, 1 dan 2 cho'ng, 2 dan 3 cho'ng, mana shunday tartib bo'yicha 9 sonlarning ichida eng cho'ng. 9 dan keyin, masalan, men 9 ni eng cho'ng deb qo'ydim, men 9 ni yozib qo'yay. Men A ni yozib qo'yay. Cho'ng A ni, cho'ng yozilishga A ni yozib qo'yay. Programni qo'zg'atsam, bu rost ekan. Demak, bu tartib mana shunday tuzildi. Ya'ni 0 eng kichik. Tartib bo'yicha 9 quvog'icha cho'ng yib bordi. 9 dan keyin cho'ng A 9 dan cho'ng. Biroq cho'ng harflarning ichida A eng kichik. Cho'ng yozilishga harflar yana A'dan boshlab zidqicha ingliz tilininki elifba tartibi bo'yicha tizilib bordi. Zid hammadan cho'ng bo'ldi. Cho'ng zid hammadan cho'ng. Mana tushundingizmi? Endi biz cho'ng kichiklik tartibi bo'yicha mayani zid dedik. Zid harflarning ichida hammadan cho'ng tug'i. Hamma mayaga kichik A ni yozib qo'yay. Albatta kichik A chuqum cho'ng ziddan kichik bo'lish kerak. Yig'izdan chiqishdim shunday chiqyapti-ku, kichik A. Ammo programmada shundaymi yo'qmi biz ko'rib boqaylik. Programni qo'zg'atdim. Hozir mana cho'ng ziddan kichik A cho'ng desam bu gaping rost, sening deganing to'g'ri deb qo'yotadi. Demak, cho'ng harfning har qandig'idan kichik harflar cho'ng. Ya'ni sondimmi, cho'ng harfdimmi, kichik harflar cho'ng. Kichik yozilishli harflar. Unda bo'lsa, biz mayaga kichik A ni ziddan kichik A cho'ng bo'ldi shunda. Cho'ng yozilishki ziddan kichik A cho'ng. Endi biz ma'ni eklab mayaga z deb qo'yaylik. Yo'q, kichik yozilishki z ham bu. Kichik yozilishki z-ni beraylik. Programni qo'zg'atib ma'ni bossam yana to'g'ri ekan. Demak, kichik harflarningki ichida selishtirsak, A kichik yozilishki A hammadan kichik, kichik yozilishki z hammadan cho'ng. Endi mushu 3 xil qarashdan biz tushunib olamizki, sonlarning ichida 0 eng kichik, 9 eng cho'ng. Biroq har qanday son cho'ng yozilishdagi harflardan kichik. Har qanday cho'ng yozilishdagi harflar kichik yozilishdagi harflardan kichik. Har qanday cho'ng yozilishga harf kichik yozilishga harfdan cho'ngmi? Kichik yozilishga harfdan kichik. Har qanday cho'ng yozilgan harf kichik yozilgan harfdan kichik. Biz yuqorqi darslardan shuni uqib oldik endi.
kichik yozilishdagi harflarning ichidan zid eng cho'ng ekan. Demak, har qanday son cho'ng yozilishdagi harf va kichik yozilishdagi harflarning ichida zid harfi, ya'ni kichik yozilgan zid harfi eng cho'ng ekan, shundaymi? Davos kichik yozilgan zidni men mayaga qo'yay. Buning aksi bormi yo'qmi ko'rib boqayli. Mayaga men A degan xanzuch xatni yozib qo'ydim. Programni qo'zg'atay. Mening hozirgi programmamda mushu hammadan cho'ng deb qaragan ziddan A harfi cho'ng, ya'ni yozilgan xanzuch yozilgan A degan xat cho'ng dedim. Shundaymi? Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri belgisini chiqirdi-ku, rost dedi. Rostkan. Demak, xanzuch yoziqdagi harflar har qanday inglizcha yoziqdagi harflardan cho'ng. Ya'ni sondanmi cho'ng, kichik yozilgan harfdanmi cho'ng, cho'ng yozilgan harfdanmi cho'ng. Xanzuch yoziqdikilar. Endi bu xanzuch yoziqdikilarni biz qanday qaraymiz desak, xanzularning shinxua zidyan deydigan bir xil zidyansi bor. Demak, shu shinxua zidyandagi tartib bo'yicha mana xarakterlarnikini qarab olayotganmiz. Xarakter tiziminikini qanday qaraymiz? Xarakter tiziminikini. Biz xarakter tizimini nima degandik? Birdan ortiq xarakter elementi berkib kelsa, u xarakter tizimi bo'ladi. Shundaqmi? Buning cho'ng kichikligini qanday qaraymiz? Masalan, men maya yozib qo'ydim. Muxtar degan cho'ng rozi degandan deb yozib qo'ydim. Muxtar degan cho'ng rozi degan. Programni qo'zg'atdim. Sen false dedi. Biz m harfini r harf bilan solishtiramiz. M harf bilan r harfninki birinchi harfni xarakter tizimida eng avval birinchi xarakterni solishtirdi o'zaro. M bilan r ni solishtirdi. M r'dan cho'ngmi, kichikmi? Masalan, men mayaga roziyatga r'ni cho'ng yozilishda yozib qo'yay, qaranglar. Roziyatga r'ni. Cho'ng harflar hamon kichik harflardan qanday? Kichikda. Unda bo'lsa programni qo'zg'atdim. True deydi. Demak, M harfi r harfidan cho'ngmi, kichikmi solishtiramiz. Birinchisi o'zaro cho'ng kichiklikni aramay har ikkilisi teng bo'lib qolsa, masalan, mam r bo'lib qolsa, mam r bo'lib qolsa, ham mushundaq tap-tang bo'lib qolsa, u chaqda ikkinchi harfni solishtirdi. U bilan o'ni. U bilan o o'zaro tengmi, cho'ngmi, kichikmi, qanday? Bu mashindaq teng bo'lib qolsa, uchinchisini solishtirdi. Xohlagan ashu selishtirib kelayotgan tartibdan xohlagan birisi cho'ng kichiklik farqi ayrilsa, shu yon tarafga belgini urib o'taverdi. Mana tushundingmi? Xarakter tizimisining cho'ng kichikligini ashundoq selishtiramiz. Hozir tushundirmoqchi bo'lganimiz miqdor. Miqdor degan nima? Miqdorlar qanchaga bo'lindi, qaysi tiplar bor degandek. Miqdor deganimizni biz programning ichida ko'p ishlatamiz. Bu algebralik hukm, ya'ni matematikadan ko'p, masalan, x, y, z degandek. Masalan, x ko'paytimiz y tang b degan bo'lsak, x tang 6, y deganimiz tang 2, unda bo'lsa b qancha deb shunday ifodalaydigan yerlarimiz bor-da. Buningdagi mash x, y, blar bir miqdorni, ya'ni ma'lum bir qiymatni tutib tura oladigan, ham xohlagan o'rinda shuni tortib ishlatib, programni qulayliqlashtiradigan yoki hisobotni qulayliqlashtiradigan tiplarni biz miqdor deymiz. Masalan, a deganimiz tang 10, a deganimiz tang 10, b deganimiz tang 20, c deganimiz tang a ko'paytimiz b. Mushundaq bir jarayon kelgan bo'lsa, buningdagi a, b, c lar bir miqdorni ifodalab keldi. a ning qiymati 10, b ning qiymati 20, unda bo'lsa bu ikkisini ko'paytsak, c ning qiymati necha deb ifodalashda ishlatilgan mushkil belgilemelerni biz miqdor deb atab keldik. Bu program ma'lum bir qiymatni tutib turib, shuning orqali programni qulayliqlashtirilgan. Ham mush miqdorning qiymatini o'zgartirish orqali keyingi natijalarni avtomatik holda o'zgartirib, programdagi ba'zi qayta tuzilish avarichilikni yo'q qiladigan tiplarni biz miqdor deymiz. Bu yerda miqdor degan hukmni tushungandan keyin mush miqdorning bo'linish masalasi bor. Qanday miqdorlar bor zodi bizning mush programmada. Biz dastlabda bundaq oddiy bir qancha turga bilib turaylik. Birisi o'zgarguvchi miqdor. Ya'ni bu dm alqiliq so'zi bilan keldi. Dm alqiliq so'zi bo'lsa, buning bir o'zgarishchan miqdor ekanligini, programning ichida xohlagan vaqtda qiymatni o'zgartirib keladiganligini ko'rsatadi. Masalan, dm a deganimiz as integer. Yoki integer deganimizning o'zi bo'lsa, mush a butun son oladi deganni ko'rsatadi. Ham mush bir qor jumlaning umum roldan ko'rish bo'ldiki, a deganimiz bir o'zgarguvchi miqdor. Bu ham butun son doirasida o'zgardi. Masalan, a ning qiymati nima edi? 100, xohlasam 10, xohlasam 5, xohlasam 4 qilib o'zgartirib olsam bo'ladi. Bu o'zgarishchan tiplik ekanligini ko'rsatadi. Ham bu butun son oladi. Hargiz mayaga xmir aytdi deb xarakter olmaydi, xmir aytdi.
XMR IT degan xarakterini alamaydi. Chunki bu nima dedik? Butun son dedik. Shunga programmada xatolik chiqadi. Mushundaq tiplarning qimmatini bekitadigan, qandoq tipliq, qaysi xarakterdagi ekanligini bekitadigan turlarni shu xalqlik so'zlar orqali bekitamiz. Bu shu o'zining tipiga asosan 3 ga bo'linadi. Ya'ni tinch o'zgargich miqdor, turaqliq miqdor deb bo'lamiz. Tinch o'zgargich miqdor, turaqliq miqdor. Ham buningki qimmat ilish doirasining xarakteriga asosan bu yana bir qancha turga bo'linadi. Uningdan sirt buningki o'rtaq ishlatishchan yoki xususiy deb bo'linadigan yerlar bor. Shaxsiy bir shu navbatdagi programmaga ishlatilgan miqdorlar va butun programmaga ishlatilgan miqdorlar deb bo'linadigan tiplar bor. Ham navbatda biz mushinki bo'linish jarayoniga qarta keyingi bosqichlarda tafsil tushuntiramiz. Hozir miqdorlarningki shu eng oddiy holda zot qancha turlik miqdorningki borligini. Dm kas qanday miqdor ekanligini. Dm deganimiz o'zgargich miqdor, static as integer bo'lsa bu tinch o'zgargich miqdor, ya'ni o'zining qimmatini mush programning ichida o'zgartirib tura oladi. Konsept orqali so'z bilan kelsa bu turaqliq miqdor, ya'ni programning ichida qimmatni bekitildi, mancha deb. Shu qimmat ta oxirigacha o'zgarmaydi. Navbatdagi oxirgi konsept a as integer deganninki qimmati 10. Bu qimmat programning oxirgi qismida 20 qilib o'zgarsam yoki 10-15 qilib o'zgarsam bo'lmaydi. Ya'ni men a deganim tang 11 desam programni qo'zg'asam xatolik chiqadi. Sabab a turaqliq miqdor. Shu navbatdagi 3 xil bo'linish bor. O'zgargich miqdor, tinch o'zgargich miqdor va turaqliq miqdor deb 3 ga bo'linadi. Dm bo'lsa o'zgargich miqdorda XMR IT astiga halqiliq so'zda, ya'ni qaysi xil qimmat oldig'ini qimmat berilgan halqiliq so'z. Integer degan XMR IT integer buning qimmati o'zgargich miqdor deydi. Xohlagan programning xohlagan o'rinda o'zgardi. Masalan, birinchi qitimda XMR IT deganim tang 10 deb qo'ydim. Ikkinchi qitimda XMR IT deganimiz tang 20 deb asli qimmatni berib qo'ysam o'zgaraverdi bu. Oldidagi bir programning keyingisi to'qinishmaydi. Ya'ni avval 10 ni berdi, uning aqsida 20 ni berdi, 10 ni tashlab qo'ydi. 10 qolib qoladi, ya'ni ikkinchi qitim 20 ni bersa 20 ni oladi. Buni captionga urib chiqarsak, forum 1ninki caption deganimizdan XMR IT desak, program ustidan boshlab ijro bo'ldi. Birinchi qitimda XMR IT ni butun son oladi deydi, ikkinchi qitimda qimmatni 10 deydi, uchinchi qitimda 20 deydi, to'rtinchi qitimda kelsa captionga chiqarib berdi. Qaysini chiqarib berdi? 10 nimi, 20 nimi? 20 ni chiqarib berdi. Chunki bir qitim qimmat olgandan keyin uni yengilib o'tadi. Ya'ni 10 degan qimmatni ep bo'lgan, uning yoki 20 ni bersak, 10 ni amaldan qoldirib 20 ni berdi, shuni olmay 20 ni chiqardi. Programning tartibi, o'qilish tartibi ashundaq bo'lg'achqa. Men mana ustiga 20 deganni yo'tkab qo'ydim. Endi qimmat necha oladi? 10 ni oladi. Ya'ni 10 dan 20 yuqori bo'lg'achqa, qimmat cho'ng bo'lg'achqa 20 ni olmasdan, balki asldagi birinchi qitimdek bergan programni ijro qilib 20 qimmatni yuritib, ikkinchi qitim ma programni ijro qiladi, 20 ning 10 ni oladi. Bu yerdagi qimmatni 20 bergan birinchi qor jumla bekog'li ijro bo'lgan jumla. Shundaqmi? ifodalamoqchi biz shu XMR IT degan miqdor xohlagan vaqtda programning ichida qimmat o'zgartiradi. Shunga bo'lib biz o'zgargich miqdor deymiz. Bu hozir forumning load'dig'i. Men endi forumningki klikiga chekilish hadisiga bir qor program yozay, silishtirib uchun. Tinch o'zgargich miqdor yozmoqchi. Buningga men static olaman. Tinch o'zgargich miqdor deganimiz as integer bu butun sanasi. Muxtar deganimiz tang 10. Forum 1ninki caption deganimiz tang. Muxtar tang deganning oxirgi ulab bersin. Muxtar degan miqdorni shundaqo. Muxtar degan miqdorni deb qo'yay. Unda bo'lsa filosof qopda tang qilaylik. Muxtar tang deb muxtarning qiymatini chiqarib bersin. Chunki men 10 deb qoladi-ku hozir qo'zg'alishlar. Birinchi eksem yana 10 o'zgarmaydi. Shunga men oldiq ma'ni qo'shib qo'ydim. Programni qo'zg'atdim 10. Ma program ijro bo'ldi. Endi tinch o'zgargich miqdor hozir 10 qiymat topdi. Bassam muxtar tang 10 deydi, shundaqmi? Endi men buning ostiga yana muxtar deganimiz tang muxtar qo'shimiz 1 deb biray. Bu chaqda ma programni elitay. Elitdim, programni qo'zg'atdim. Hozir 10 ga bassam muxtar 1, yana bir bassam 2, 3, 4, 5, 6. Har bir bassam qimmat 1 dan ortib mangadi. Agar men mana DM qilib o'zgartirib etsam, yani
tinch o'zgargich miqdor olib ketdi-ku, tinch o'zgargich miqdordan. Cheksam o'zgaryapti-da? O'zgarmayapti. Demak, tinch o'zgargich miqdor deganimiz programmaning ijro qilish jarayonida tinch holatda turib o'zgara oladigan, ya'ni qimmatni o'zgarta oladigan, ma'lum bir narsani qo'shib ola oladigan miqdorni ko'rsatadi. Oddiy qilib tushundingda. Mana tushundingmi? Mayatki ma bir qo'rjimlikka mayat muxtar degan bilan ma muxtarning qimmati o'zaro teng emas. Ma bo'lsa xarakter tizmisi, ya'ni teng qo'shilib bir xarakter tizmisi. Ma bo'lsa muxtar. Shuning uchun ma muxtar bilan mayatki ma muxtarningki qimmati o'zaro teng bo'lmaydi. Ya'ni ma bir xarakter tizmisi, ma bo'lsa navbatgimish qimmat, ya'ni miqdor as integerninki butun son qimmat olgandiki qimmatni maya qo'ydi. Ma bo'lsa o'z badiga chiqarildi, ya'ni xarakter belgisining ichida ekan-ku. Ma bo'lsa ulash belgisi olgamchin chekib qo'ygandek turdi-ku. Ya'ni ma'ning ma xarakter tizmisining orqasiga chiqirib bir men qo'shib ma'ni degandek ko'rsatadi. Oddiy miqdorlarni to'g'risida yana bir xil miqdor to'g'risish usulimiz bor. O'simi turaqliq miqdor. Hozir o'zgargich miqdorining to'g'ris bo'ldik shundaqmi? Tinch o'zgargich miqdorining to'g'ris bo'ldik. Endi biz qo'sh chekilish hodisiga turaqliq miqdordan birini to'g'ris boqaylik. Buning uchun biz konsept olamiz. Konsept muqim demakchi. Udum oldim-a? Udum deb bir miqdor to'g'risdim as integer. Bu butun sanasin. Men mayat interni olsam qanday hadis ko'rildi ko'rib boqaylik. Xatolik chiqdi. Ya'ni bu konsept kelganda cho'qinmush udum degan miqdorga bir qimmat berishimiz kerak. Ya'ni mushning orqasiga teng qilib 20 deb bir qimmat bergan bo'lsa, bunda qimmat elish kerak. Ya'ni navbatga udum degan bir miqdor va uning qimmati turaqliq. Ish programmada boshdan oxiri o'zgarmaydi. U butun son oladi. Navbatga qimmati 20 demakchi. Ya'ni 20 dan ya 21 olmaydi, ya 19 olmaydi, ya 20 dan boshqa har qanday bir narsa olmaydi. Davasa men buni buyaga bunda bir program yozib boqay. Ma'noda muxtar deganimizdan muxtar plus 1 deb o'zgartiryaptiman-ku. Davasa men o'zgartib boqayman. Udum deganim tang udum plus 1 deb boqay. Shundaqmi? Undan keyin men buni tekst birninki tekst deganim tang udum deb boqay. Buyaga tekst birdan birini ep qo'yay. Tekst birdan birisi buyaga chiqdi-ku. Tekst birdan birini ep qo'yay. Men programni qo'zg'atay. Qo'zg'atgandan keyin men mana bir cheksam mayani o'zgartirdi. Qo'sh cheksam, nima deydi? Mayat programda xatolik bor. Sizning programmang xato deydi. Nimishqa? Endi konsept orqali ifodaladik biz mayani. Konsept orqali ifodalab qimmatni 20 deb qo'yib, bu qimmatni keyin yana 20 ga birini qo'shib 21 qilib bersak, bu turaqliq miqdor o'zgarmaydi. Turaqliq miqdorga o'zgarmaydi. Shuning uchun bizning programmamiz xato. Mana elibtimiz. Endi programni qo'zg'atsak 20 chiqib berdi. Ya'ni bu turaqliq miqdor mush butun programni ijro qilish jarayonida qimmat o'zgartmaydi. Boshdan oyoq mashaq nechini bergan bo'lsak, shuncha bo'lib keladi. Jalbiskninki o'lchamlik bu miqdorlarning tiplarining qidida yana bir long deydigan dm a s long deb ifodalab qizilgan bir xil sonliq ma'lumot uchirtib va bu uzun butun son ekanligini ko'rsatadi. Buningki qimmat elish doirasi longning qimmat elish doirasi minus 2 milliard 147 million 483 ming 648 dan plus 2 milliard 147 million 483 ming 647 ga qimmat oladi. Demak shu doiradagi sanspir uchurlarni bir taraf qilaman desak, biz mana uzun butun sonni, long degan uzun butun sonni ifodalaydi, mana uzun butun son tipini ishlatamiz. Masalan, forum birninki caption deganim tang bo'lsin A'ga deb qo'yay. Endi A'ni mayada A deganimiz tang tekst birninki teksti deb qo'yay. Programni qo'zg'atgandan keyin buningga men 2 million doiradan ortiq narsani kirgizsam, masalan 2 milliarddan 2 milliard 900 deb mushta 9 bo'yicha ifodalab o'tay. Bu doiradan olqib ketsa, bu qimmatni ololmaydi. Agar doirada olqib ketmasa 2 milliard 147 million 483 ming 647 gacha bo'lgan mush doiradagi qimmatni olsam, menga chiqirib turadi. Agar men buningdan mash doiradan eshib ketib qolib qolsa, xatolik uchur ko'rsatadi. Longninki qimmat elish doirasi minus va plus doira ichida shunchalik. Yani uzun butun son tipliq ekanligini ifodalaydi. Longdan boshqa yana bir xil miqdor ifodasi bor, ya'ni taq to'g'riliq haqiqiy son. Dm xmr it as sinjil deydi. Ya'ni taq to'g'riliq haqiqiy son ekanligini bildirdi. Buning qimmat elish doirasi
Yani bunun qimmat elish doirasi minus 3 dan 1402 ko'paytimiz 10 ning 38 darajasidan plus 3 dan 1402 ko'paytimiz 10 ning 38 darajasigacha qimmat doirasida oldi. Buningki qimmat elish doirasi longga qaraganda yana bir oz yuqori. Taq to'g'riliq haqiqiy son oladi. Yani bir xil miqdor tipi, masalan, dm miqdor as double. Bu qo'sh to'g'riliq haqiqiy son. Buning qimmat elish doirasi taq to'g'riliq haqiqiy sonninkidanmi yuqoriroq qimmat ola oladi. Ya'ni 1 1797 ko'paytimiz 10 ning 308 darajasigacha qimmat oladi. Minus qimmatimi minus 1 1797 ko'paytimiz 308 darajasigacha qimmat doirasida qimmat ola oladi. Buning qimmat elish doirasi taq to'g'riliq haqiqiy sondan yuqori demakchi. Pul tipliq. Masalan, dm pul as bu pul tipliqninki alqiliq so'zi mushu. Yani bu qimmat elish doirasi buningki. Masalan, men pulga qimmat beray, pul deganimiz teng 588. Minus doirasi mushu. Plus doirasininki oldidagi plus raqam o'zgarib, ma'o raqam 7 ga o'zgardi. Oldidagi minus emili plus qilib o'zgardi. Mush doirada qimmat ola oladi. Buning qimmat elish doirasi mushning bilan cheklandi ham. Minus va plus doirasi ichida minus bo'lsa 5608 mush doirada minus qimmat oladi. Oldidagisi 7 ga o'zgarib plus qimmat oladi. Mushunchalik doiradagi sonlarni bir taraf qila oladi. Pul tipliqdan boshqa yana chislo tipliq, maxsus oy yil kunlarni ifodalashda ishlatilgan bir chislo tipliq miqdorlar tipi var. Masalan, dm yil as data deydigan. Bu mushu oy yil kun mushu vaqt chisloga munosabatli narsalarni ifodalaydi. Buningki qimmat elish doirasi milodiy 100-yili 1-oyning 1-kundan 9999-yil 12-oyning 31-kunigacha bo'lgan oraliqdagi qimmatlarni bir taraf qila oladi. Ya'ni shu doiradagi yil uchurlarini o'ziga saqlagan bo'ladi. Yana biz doim xarakter bir taraf qilishga to'g'ri keldi. Xarakter bir taraf qilganda ifodalaydigan xarakter tipliq bir miqdorimiz bor. Masalan, dm init str as string. Yani xarakter oladi demakchi. Buning qimmati init str deganimiz teng deb mush xarakter belgisi ichida keladi. Yani bu xarakter bir taraf qilganda 0 dan boshlab 65535 gacha xarakterni bir taraf qila oladi. Yani 65535 dan eshib ketganda uni xarakterni string orqali bir taraf qila olmaymiz degan gap. Yani xarakter 65535 ta uni xarakterigacha bir taraf qila oladi.